Ko'pchilik Birlashgan Qirollik, Angliya va Buyuk Britaniya farqini bilmaydi. Ular bir xilmi yoki farqi bormi? Qaysi biri to'g'ri? Keling bilib olaylik. Bu Britaniya va Irlandiya orollari Yevropaning shimoli g'arbida joylashgan orollar guruhi. Buyuk Britaniya va Irlandiya geografik atamalar, siyosiy emas. Buyuk Britaniya eng katta orol, Irlandiya ikkinchisi. Endi qiziq qismi boshlanadi. Buyuk Britaniya 3 mamlakatdan iborat. Angliya, Shotlandiya va Wales har biri o'zi bayroqli. Irlandiya oroli esa ikki siyosiy tuzilmadan iborat. Irlandiya Respublikasi va Shimoliy Irlandiya. Janubdagi Irlandiya Respublikasi alohida davlat, Birlashgan Qirollikka kirmaydi. Xo'sh, Birlashgan Qirollik o'zi nima? Birlashgan Qirollik bu mamlakatlar mamlakati. Unga Angliya, Shotlandiya, Wales va Shimoliy Irlandiya kiradi. Bu mamlakatlarning barchasi ittifoqda teng huquqli hisoblanadi. Birlashgan Qirollik geografik atama emas, balki siyosiy ittifoqdir. Bu yurtlardan kelganlar ingliz, shotland, Waleslik, Irlandiyadan kelganlar esa irlandlar deyiladi. Shimoliy irlandiyaliklar o'zlarini irlandiyalik, britaniyalik yoki ikkalasi deb atash mumkin. Xulosa qiladigan bo'lsak, Angliya bu mamlakat, bu Buyuk Britaniya bu orol. Birlashgan Qirollik esa Angliya, Shotlandiya, Wales va Shimoliy Irlandiyani o'z ichiga oladi.